Qiziljo'li hozirlarga yana salfetkani aytmoqchiman. Bu salfetka shunaqa zo'r mayda hammasidan tayyorlangan mo'jizakor qizlar. Mo'jizakor salfetkani qaranglar. Bu nimaga ishlatiladi? Xo'p, bizani hammamizni farzandlarimiz bor, to'g'rimi? Bu farzandlarimizni hozir bog'chaga chiqishadi, maktabga borishadi, shamollashadi. Bu shamollaganda ishlatilinadigan salfetka. Kundalikda ham ishlatsanglar bo'ladi. Kundalikda makiyajinglarni artsanglar, ko'zinglarni artsanglar ham bo'ladi. Rosa zo'r unaqa salfetka hisoblanadi. Bu salfetka lechebniy tarafi bolalarimiz shamollaydi, to'g'rimi? Issig'i chiqadi. Shuni issiq suvga, shundoq iludan issiqroq suvga, ozgina yarim stakan suvga shuni bittasini solasizlar-da. 5-10 minutdan keyin shuni olib siqib olasizlar-da. Suvni siqib olasizlar-da. Keyin bolalarga ichirasizlar. Bu suvni tushiradi. Qizlar issig'ini tushiradi. Issiq chiqayotgan bolani. Keyin burni oqadi. Bolalarimizni ko'p dori tomizamiz, boshqa qilamiz. Burni to'xtamaydi bir xil bolalarni. Shuni olib, ozginasini qirqib olib, bu narsa qilib yirtib olib, mana qirqib olasizlar, yirtib olasizlar, endi o'zingizlar bilasizlar. Burniga tampon qilib, burniga qo'yasizlar, ikkita burniga. 5-10 minut turgandan keyin shuni olib tashlaysizlar. Buni kun davomida 3 marta, 4 marta qilsanglar, taqat-taq burnini oqishini to'xtatadi, qizlar. Qaranglar, men sizlarga prosta ochib ko'rsatyapman, mana 3 qavat bu. Ko'rasizlar? Bu ham bambukdan tayyorlangan. Rosa zo'r salfetka qizlar. Vapshe olganinglarga vapshe arziydi. Men hozir uchinchisini ishlatyapman. Qanaqa ko'p bu, qaranglar. Men doim sumkamda turadigan narsa bu. Doim sumkamda yuradi. Bolalarim bilan qayoqqa chiqsam, u yoqqa borsam, o'zim doktorlarga borganimda ham anaqa dasturmol o'rniga ham ishlataman buni. Rosa zo'r salfetka.